AI80 markali benzin birjadan qay tartibda olinadi do'stlar? Hozir juda ham global savdolardan biri birja sohasida AI80 markali benzin olish tartibi quyidagicha. Birinchi navbatda brokerlik idorasi bilan shartnoma qilinadi. Shartnomaga muvofiq broker tadbirkorlarga, zapravka egalariga AI80 markali benzinni olib beradi. AI80 markali benzinning 1 litri birja hisobida 7000 atrofida narxi hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin 8200 so'm sotilyapti. Bir vaqtning o'zida bitta broker bir nechta tadbirkorlarga faoliyat ko'rsatishi mumkin yoki bir nechta zapravka egalariga benzin olib berishi mumkin do'stlar. Bizlarda o'rtacha 7 ta, 8 ta zapravka bor. Bu o'rtacha har biri bir haftada 4 tonna benzin oladi. Endi oylik miqdorda 8 ta zapravka qancha tonna benzin olishini menga hisoblab kommentariyaga yozing.